Qo'limda turgan mana bu qurilma nostandart gaz jihozi hisoblanadi. Bu gaz jihozidan foydalanib kelayotganlarni shunchaki e'tiborsizlar degim keldi. Nimaga bilasizmi? Chunki ular xavfsizlik qoidalariga rioya qilishmaydi, targ'ibotlarga esa ishonishmaydi. Natijada esa baxtsiz hodisalar kelib chiqishi mumkin. Dudburonning ahvoliga qarang. Noto'g'ri o'rnatilgan dudburondan qanday foydalanish mumkin? Sovuq havo atigi 5 oy bo'ladi. 7 oy davomida noto'g'ri o'rnatilgan dudburonni to'g'irlash qiyinmi? Tozalanmagan mana bunday noto'g'ri o'rnatilgan va nosoz dudburonlar ham is gaziga sabab bo'ladi. Aytgancha, uyni isitishda ochiq olovdan foydalanmang. Bunday holatlar katta talofatlarga olib keladi. Hurmatli iste'molchilar, xavfsizlikni ta'minlash, o'z qo'lingizda is gazidan ehtiyot bo'ling. Targ'ibotlarga e'tiborli bo'ling. E'tiborsizlik oqibatida kelib chiqadigan noxush holatlar oqibatida insonlarning hayoti va mol-mulki zarar ko'rishi mumkin.